Yakında nurgun tordaşlar men ama duynumga özü bir toyanjang, yani sörelimlik islinden bağlılık doğrusu inkas bildirdi. Ondan başka jıkışla hoş yakmaydigan hem bir kısım ata-analar özünün balalarının tuyuqsuz mektep beriş halamaydiganlıktan ibaret şu işte dep keldi. Hem de köpünç ata-analar balalarına mektep barmaslıqын nimden qaraydı dese, balalarım mektepten bizar oldu. Ya konus mektepte ügünüş besim kılıvatı dep hata oylaydı. Әмілет онда қамаса. Мәктәбі бармасының өзі әмілеті балның ішкі құшаллығын жоғалтқанлығы, яғни ішкі құшалсыз екенлігінен дерек берді. Бұл мұндаш бір қамақты ішкі құшалсыздықтың бір қыл ипаты есептелінді. Адам ішкі құшаллығын жоғалтқан уақытта, құдды бір машинаның мей түгеп кеткенде ешқандай қошақмайғанлар қалды. Bu vaqtda adam bədin dərhal nəməsə müdafiə aləti ütüb oldu. Müdafiə aləti deyən nəməsə mən energiya qalmadı, mən də heç çıxılmayman, energiya çıxarmayman deyir. Xuddi maşının meyi tügəb ketsə, toxtaq qalğan vaxtda adamda içki xuşallıqdan ibarət bu benzin yoki may tügəb ketgan vaqtda adamның heç çıxa xoş yaxmaydigan bir holat kək qaldı. Mana bu nəməsə nurgun balalarning əməliyyatda məktəbə bağız kelməslikning səbəbi şu. Bu xil məktəb beriş qalmaydigan balalarga biz diqqət qilib baxsaq, ular hech qanday narsani huzurlanmaslik, hamma narsa ma'nisiz tuyulish, tek ifodalar bo'ldi. Uning ustiga ularning bir xil ishidan bir xil kulgisini ko'ngil olmaydi. Psixologiyada bir taniqli gap bor. Bu bo'lsa nima desa, odam bir vaqtda bir ovozni anglaydi deymiz. Bu deganlik masalan, odam bir vaqtda tan to'lsa, hech bir ovozni anglamaymiz. Belki nemese ülgüreyken anlayımız. Şuna içki xuşalsızlıktan ibaret bir avaz bilen yürüyen vakta bu adamın okşaş vakta xuşal buluşu o mümkün emez. Çünkü çokum bir hissiyat dominant. Yani bir monopol aleti buldu deyen gap. Hem de bu yerde en dikkat kıldığan, en mühim bir nokta var. O bolsun nime dese, adamlar, bu xil işki yoluqqan adamlarının köpüncüsü özünün içki xuşalsız ekenligini bilmeydi. Züçima his qılanmaydı. Bundaş bir vaqtda içinde bir yig'layotgan, qayg'urayotgan bir odamning borligini bilmaydi. İçki xuşalsızlıqning o'zini his qılanmaydı. Biroq içki xuşalsızlıqning alomatlarini his qila oladi. Bu xuddi nimasi biz zukamlab qolsak, biz faqat zukamni keltirib chiqarayotgan shijuni ko'rolmaymiz. Biz faqat nimani ko'ra olamizsa, uning alomatini ko'ra olamiz. Şuna nurgun adam içki xuşalsızlıktan ibaret bu xil hissiyatni, özdeki bu hissiyatni his qılanmaydı. His qılalaydığı nemesi onun alamet. Onun alametleri intayin köp. Hem onun asaslık adamlar his qıldığı alametlerden biz bayatın degendek hiç qilishni xalamaslık, to'xtama ishlarni oqi tortish, bir ishni qilay desa ishonch olmaslik. Hatto tamoq yeyishni rad qilish. Tız tirikiş ve daim her xil avarcılıklarını teriş arqılı başkalarının diqqətini tartış ve yoki bir bichar adamның ruhiga kirilish arqılı könüşke erishish, o'zini zaxmlantirish qatorliqlar. Eng muhim nimasi dunyoni ma'nisizda ko'ylash. Shunga hozir ko'p tilga ilinayotgan kishilar doim tilga oladigan xomushlik kasali. Amaliyotda bu kasalni kishilar tushunmaganligi uchun buni bir xil sirliq kasal qilib olgan. Əməliyyat bu qandaqdır bir kesillik emas, bu bir holat. Biroq bu asli kelish, chiqitish bir qadar ters bo'lgan holat. Bu dal nimasi ichki xushalsizlik odamda harakatni, intilishni, hayotga bo'lgan bir xil umidvorlikni, ma'noni butunlay elib ketganlik uchun bu xil ichki xushalsiz odamlar bir xil cho'kma holatga kirib qoldi. Biz buni xomushlik deymiz. O bağansırı sıdqi dünyadan ağırlık kaldı. Özünü ayıplaydı. En mühim özünün hiç qanday kıymeti yo'qdek, özünü ailesiga hatta dünyaya bir xil yükdek his qilib oladi. Ondan başqalarni yo'g'in o'zini kichik ko'radi. O'zining barliq yerlar bir xil sat qamlashmayotgandek, ishlar yurishmayotgandek his qildi va bu tufayli o'zini ig'ir darajada tuvan ko'radigan holatlar shakllandi. Mana bu bir xil ishin shunqanda bu. Hem de bunun hal qilish nemish ta'sis. Bu alomatlarning hammasi tüp yiltizlab etgan vaqtda ichki xushalsizlikni ifodasi dedim. Hem de
Çataq yer nimasi ichki xushalsizlikdan iborat bu keltirib chiqaruvchi omil, ya'ni mush hissiyot insonlarning his qilish sezim doirasining ichida bo'lmaydi. Ya'ni sezim siziqining ustida bo'lmaydi. Sezim siziqining ustida bo'lmaydi deganim odamlar o'zining bu xil ichki xushalsiz holatini, qayg'urish holatini his qilolmaydi degan gap. Biz bu xil sezim siziqining, ya'ni o'zining his qilish siziqining ostida bo'lgan bu hissiyotlarni biz cheyishi yoki bo'lmasa yushun deymiz. Biz mana shu biz his qilolmaydigan, ammo bizda mavjud bo'lgan turlik ichki xushalsizlikni keltirib chiqaradigan hissiyotlarni biz kasbiy tilda, hozirgi psixologiyada ichki balo deb ataymiz. Nezehres deymiz. Endi bunun to'liq holati yaralangan ichki balo deymiz. Bizning bu yaralangan ichki balimiz har xil usulda bizni chaqirib turdi. Biz doim turmushimizda ko'nglimiz yerim bo'ladigan, ochchig'imiz keladigan, adil bo'lmagan muomala uchraydigan yoki masxur uchraydigan ishlarga davomli yuz berib turdi. Bu ishlar yuz bergan vaqtda biz hozirgi ongda tabiiyla mush meni masxur qildi, hozirgi odamlar manda bu nimish men unda qiladi, bu nimish men ko'zga ilmaydi deb biz bu sababni sirtdan deymiz. Amaliyotda nima desa, bu ishlarning hammasini ichki baldan iborat. Sen amaliyotni ayt, ko'ngling yerim, men sen nimish diqqat qilmaysan deb bizning diqqatimizni o'ziga qaratmoqchi bo'ldi. Buning qaratish uchun nima desa, doim o'ziga mos keladigan bir muhitni shakllantirish orqali, men bayatni degan harakatlarni shakllantirish orqali bizni diqqatni tortmoqchi bo'ldi. Biroq aniqki biz insonlar xushalsiz kayfiyatdan doim qochamiz. Ichki balning eng oxirgi kuziri nima deganda kasallik. Biz kasal bo'lsak ko'nglimiz yerim bo'ldi. Demak, ichki balo eng oxiri kasal qilish orqali sening ko'ngling yerimdi, diqqat qilmading, endi diqqat qildingmi deb kasal qilishga, hatto ig'ir kasal paydo qilishga urindi. Barliq kasallar psixik nuqtadan aytgan vaqtda bir odamning putining sunib ketishimi, hamda ichki balning diqqatini o'ziga tortishning bir usuli deb qaraymiz. Biroq nurg'un kishilar yanla men kasal bo'lg'achqa endi ko'nglim yerim bo'ldi deb xato o'ylaydi. Ko'ngling yerim bo'lganligi tufayli kasal bo'lganligini bilmaydi. Shu tufayli nurg'un kishilar kasaldan saqaysam xushal bo'ladim deb qaraydi-yu, xushal bo'lsa kasaldan saqaydiganligini bilmaydi. Endi ichki balo qanday shakllangan? Nemishqa bu xil ichki xushalsizlik shakllanib qoldi? Garchi biz hayvonlardan nurg'un jihatdan ustun tursaqmi, biroq biz hissiyotlarni bir taraf qilishda hayvonlarga yetmaymiz. Masalan, mashinada ketib berib, siz bir ishni ko'rmay suv qo'yishga tas qilib uni qo'rqitib etdingiz. Ish bu vaqt qo'rqidi, achchiqlaydi. Bu degan bir xil tabiiy inkas. İşte derhal qo'rqidi va achchiqlab xatar tugab ketgandan keyin titraydi. Bularning hammasi nima desa, shu ish yuz bergan vaqtidagi qo'rqishni badandan sirtib chiqarib degan gap. Yoki shu ishdan keyin 1 soat yoki 2 soatdan keyin bizni unutib qoldi. U hargiz bir insonlarga o'xshash 1-2 kun bu ishni o'ylamaydi. Ajab men unda qildim, men ajab baka so'qimi deb ajab achchig'im kelyotdi, yana achchig'im kelyotdi deb biz kallamizni urush berib, charchab, manda desam bo'lmamdi, asli manda qilgan bo'lsam bo'ladi ekan, qaytiz deb boraymi yo degandek, bunda xiyollar ishlardi bo'lmaydi. Chunki u shu xiyollarni shakllantirayotgan qoldiq hissiyotlarning hammasini chiqarib etgan. Ya'ni achchiq qo'rqishni shu vaqt chiqarib etgan. Bizdagi qalayimqa xiyollarning hammasi dal biz chiqarib etmagan hissiyotlarning amaliyotda qoldiq ifodasi bo'ldi. Balalar tarbiyasi nuqtasi ilib etgan vaqtda ota-onalarning balalarni tarbiyalash iqtidori, bularmi IQ jihatdan, o'sha hissiy iqtidorini tarbiyalash jihatdan bir qism ota-onalarning balani tarbiyalash iqtidorini butunlay nol holat deyishga bo'ldi. Chunki ota-onalarning o'zimi bir ongsiz holatda bo'lganligi uchun o'zining ota-onasini qanday tarbiyalagan bo'lsa, shu bo'yicha tarbiyalashga ahamiyat berdi. Bir nuqtaga diqqat qilish kerakki, bir balaning esida qoladigan hargizmi ota-onaning uningga nimalarni apagin emas. Balki qanday tuyg'ularni his qildig'ini esida qoladi. Agar biz balamizga ig'ir darajada bir xil kuduganni yoki bir xil bu gumping bir hissiyotni his qildirib qo'ygan bo'lsak, siz bolangiz uchun shunday chiqishlarni qilib bersangizmi, bu narsa esida qolmaydi. Balki nimasi u doim his qilib turadigan hissiyot his qilg'achqa
yana ota-onaga bo'lgan bir xil norozilik, ota-onani cho'ng bo'lgan ayıplash va uning o'chkirishdan iborat holatdan qutulib olmaydi degan gap. Shunga bolalarning kichik vaqtidan boshlab yig'idig'ini turli hissiyotlar, ota-onaning ularga ato qilish kerak bo'lgani dal turli hissiyotlar. Chunki bolaligida yiqqan hissiyotlarning mohiyati, xarakteri, miqdori eng oxirida bolaning qanday turmush kechirishini belgilab qolmasdan shunga bu dunyoda bolasiga kuyinmaydigan ota-ona olmaydi. Bolasini yaxshi ko'rmaydigan ota-ona olmaydi. Ammo bu xil yaxshi niyat, yaxshi natijadan derak bermaydi. Siz bolangizni bog'chada o'ynatish uchun taloq et chiqdingiz. Biroq taloq et chiqib ketib berib bir o'rik tushib ketib qilib bolangizning putisini ketdi. Meyib bo'lib qoldi. Kim aybli? Sizni ayblaydi desak, sizning niyatingiz yaxshi, siz uni bog'chaga olib bormoqchidingiz. Biroq ayblamay desak, natija meyib bo'lib qoldi. Hayot degandek insonlar emas, hayvonlarmi bolalarni yaxshi ko'rdi, asraydi. Biroq ularni yaxshi odam qilib tarbiyalash hargiz ota-onalarni ularni yaxshi ko'rganlik bilan vujud chiqadigan ish emas. Ko'pincha ota-onalar bolalarimga kuyunyapman degan holatda turdi. Biroq ota-onalar kuyunib mushundaq qilyapman degan nurg'un ishlar bolalarning vujudida ota-onalar tarafidan kuyunish hissiyotini emas, balki ular tarafidan kontrol qilinish va ishonmaslik hissiyotlarini shakllantirdi va saqlab oladi. Shunga biz bol tarbiyalashda bu xil hissiyot programmalarini diqqat qilishimiz kerak. Endi yig'lash, achchiqlash misol bu insonning intayin go'zal bo'lgan ikki xil pasif hissiyotlarning chiqishning usuli. Ammo men nurg'un oilalarda ota-onalarning bolalarining yig'lishi, achchiqlashiga yo'l qo'ymaydi, hatto qo'rqishiga yo'l qo'ymaydiganligidan iborat bir qo'rqinchli hodisani his qildim. Bu xuddi nimasi bir bolaga tomoq yegizib, ta'rit qilma deb uning qo'ngini tikib etgan bilan hech qanday farqi yo'q. Shunga bizga hissiyot kirdi, ham hissiyotni chiqarishimiz kerak. Nurg'un odamlar hissiyot kirdi, chiqirgan yani itib etgan. Ota-onalar dal bolalardagi bu xil yig'lash va achchiqlashga yo'l qo'ymaganlik uchun biz bayotin degan nurg'un pasif hissiyotlar yig'ilib men oldim degan ichki xushalsiz holatga cho'kmani shakllantirdi. Asli bu hissiyotlar bir qor tutundek bir holat. Qor tutunlar asli chiktalaydi. Ammo bu qor tutun uzun mezgil chiketmagan vaqtda xuddi mashning devoriga choplashib qolgan qor kumaga o'xshash qor tosh qaynab qoldi. Biz bu qor toshni ichki xushalsizlik deb ataymiz. Bu ichki xushalsizlik, ya'ni yaralangan ichki bola odam hayotidagi intayin cho'ng masala. Odamning barliq masalasi ichki bolaning masalasi hisoblanadi.